Songjiang Wusongning ko'nglini qandoq tutib oldi? Songjiangning bu yerdagi xashlis tugmaydigan puli zodi nereden keldi? Subida haqida. Oldilar pul masalasi keldi, chunki bu hammamiz omroq bir narsa bo'lgan ekan. Endi bu asardagi Songjiangning kirim manbasi qarsak, birinchi buning muoshidan keldi. Shundaqmi bu Nari hokimning katibi. İkinchidan bu yerdagi shifoliq yomg'ir Songjiang boshqalarning ishini osonlashtirib berish, hal qilib berish bu ishlar nihoyat omroq. Shu orqali boshqalar buning rahmat deydi-da, shundaqmi? Uchinchidan bu yerdagi solgan mablag'dan keldi. Songjiang nimaga mablag' soldi? Chaogayga. Ya'ni bu Chaogayga ishpiyon shundaqmi? Har xil ishki xabarlarni, tutish buyrug'i alay-balay degandeklarni bu Chaogayga qo'rqmay yetkazib berib turdi. Shuning bilan Chaogayga qarsaqmi, mardlik bilan buning topa haqqini berib turdi. Endi bu yerda Songjiang yoq deydi, lekin mok yeydi. Shundaqmi? Hatta oxirida Mavlud so'g'isini bulab chiqib ketgandan keyinmi, qizil yuzlik Liu Tangdan yana 1000 sar oltinni avatib turdi. Songjiangmi bo'pti deb oladi. Endi bu yerda Songjiang pulni nega xashlaydi? Shu jamiyatga shundaq baturlarga, jamiyat o'ynayotgan shu kishilarga to'xtamay yaxshilik qildi, ishini hal qilib turdi, mehmon qildi, so'rin qildi, shundaqmi? Shuning bilan bu yerda Songjiangning shuhrat inovati o'sib turdi, hammasi voy danishaga deb turdi. Undaqda Songjiang Wusongning ko'nglini zodi qandoq tutib oldi? Bu ikkisi tunji olib nerda ko'rishdi? Chaydin Hazratning qasrida ko'rishdi. Tasqaldaylik Wusongningki qachini o'rvetib buningda mushigili. Shundaqmi? Endi musha qaranglar. Bu yerdagi Chaydin Hazrat Wusongni yarim yildak beqib o'z qasrida panolarni uzib, buningga pul, oshliq berib, oxirida hatto pul molda yo'lga sep qo'ydi. Lekin bu yerda oxir qarsak bu yerda Wusong bu Chaydin Hazratni cho'ng bilmay, bu yerdagi shu Songjiangni bir kun ko'rishgan Songjiangni voy og'adisi, voy og'adab nihoyat cho'ng ko'rib ketdi. Nemishqa? Qarang Songjiangning nihoyat yomon qolt sirimish edi. Bu boshqalarning ko'nglini utishqa psixikalik jangallik yubaylik nihoyat yomon. Bu hamma odamga pul mol vermaydi, chunki hamma odamning ko'nglini pul mol bilan utib olmaydi. Shundaqmi? Bu haqda nima lozim, nima eng kerak bo'lsa, shuni birdi Songjiang. Endi bu yerda Wusong nimaga muhtoj? Bu pul malga emas, chunki bu yerda Chaydin Hazrat buning pul malini yetarlik berdi. Endi bu yerda bu qashqon bo'lib kelayotgan bu Songjiang bu yerda Chaydin Hazrat bilan pul mal to'g'risida bahslashamaydi. Shundaqmi? Endi bu yerda Wusong bir qorin nomrod, yetim bola. Shuning uchun bu mehrga, hurmatga bakarak muhtoj. Bunday kishilarning g'ururi bak kuchli ko'p ketadi. Shundaqmi? Shuning bu yerda qarsak bu Songjiang bu yerda Wusongdan kechich, mungdushib, balmung bo'lib, voy inim, voy og'idaq nurg'un ishlarni anglab, buningkiga ko'ngil bo'lgan bo'lib, shundaq mehr yetkazadi. Aksi bu yerda Wusong mangdigan vaqtda Chaydin Hazrat buni bir yo'lli xil tutib, maqala xo'sh inim hamsi deydi. Lekin bu yerda Songjiang chu 7 chaqirim yergacha piyoda uzutib mangdi buni. Qaranglar, bularning odati bo'yicha o'zining eng yaqin tuqqanlari, ota-onasi, eng hurmat bildigan kishilarni mushundaq 7 chaqirim yergacha uzutib mangdi. Endi bu yerdagi Songjiang shu bir kun tunishgan, bir kecha paranglashgan bu yerda Wusongni ota-oydan shundaq cho'ng bilib uzutib qo'yatdi. Qaranglar Songjiangning bu yerdagi yomonligini. Wusongningki bu yerda Badir azmatligini bildi. Endi bu yerda uzatmasimi bo'ldi, lekin Songjiangning jamiyatga donish og'a, Song donish degan nomiga nisbatan kim bu Wusong bilan ko'rsin, tepishmasin, bu yaxshilikni cho'qim qilish kerak. O'zining nom shuhrati tarqilib mangdi. Shundaqmi? Buning uchun bu yerda Wusong bu Chaydin Hazrat qaraganda Songjiangni nihoyat cho'ng bilib, nihoyat hurmatlishligi sabab mo'shada. Undaq biz ko'rgan tuziyat yodir qarsak bu yerda Wusong Liangshan ko'liga chiqib top qaytilgandan keyin Songjiangga 1-2 qatim qattiq yonidi. Oxirida bir qo'ldan ayrilgandan keyin tashlab ketdi. Nimishqa? Bilimlarimning ko'rishini yaxshi o'tadi, jibolam nihoyat yaxshi menotadi. Shundaq bir e'lon tashviqot ishlaridagi mana o'yindagi men bilan bir hamkorlashib qilsa do'stlar bo'lsa, menga ayrim silshin qilsanglar bo'ldi. Undidorga shu qadi kitob deb pingincha sanglar chiqdi. Rahmat.